Futbolning bu 5 ta qoidasini bilmasligingiz aniq. Oxirgisini eshitib aniq hayron qolasiz. 5-qoida. Penalti seriyasida ikkala jamoada ham o'yinchilar soni teng bo'lishi shart. Agar o'yin paytida bir jamoaning o'yinchisi qizil olib chiqib ketgan bo'lsa, penalti tepishdan oldin narigi jamoa ham bitta o'yinchisini olib tashlashi kerak bo'ladi. 4-qoida. G'alati lekin rost. O'yinda faqat darvozabonlargina uzun shim kiyishi mumkinligini bilarmidingiz? Agar oddiy o'yinchi uzun shimda tushsa, hakam uni kiyimini almashtirishga majbur qiladi. 3-qoida. Penalti tepganingizda to'p ustunga yoki to'singa tegib o'zingizga qaytsa, unga darrov tega olmaysiz. Oldin boshqa birov tegishi kerak bo'ladi. Agar tegib qo'ysangiz, hakam to'pni raqibga olib beradi, ya'ni erkin zarba belgilaydi. 2-qoida. Agar o'yinchi jarima to'pni tepib, to'p hech kimga tegmasdan to'g'ri darvozasiga kirib ketsa, bu gol hisoblanmaydi. Buning o'rniga raqib jamoaga burchak to'pi beriladi. 1-qoida. Bu qoidani ko'pchilik bilmaydi. O'yinchini o'yin boshlanmasdan oldin ham razminka paytida yoki zaxiradagi qiliq uchun qizil berib haydasa bo'ladi. Va eng qizig'i, shunda jamoa o'yinni bir kishi kam bo'lib boshlaydi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon chempionati o'yinlarini qotishlarsiz jonli efirda tomosha qilish uchun Bova Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.